Surxondaryoda hali bunaqa katta ho'kizni menimcha ko'rmagansiz. Ayniqsa Zangmol bozor tarixida hali bunaqa mol chiqqani yo'q o'rtoqlar. Bitta boqqan dehqonga alohida rahmat aytib qo'yasizlar, kommentariya ochiq o'rtoqlar. Mol qarang, bo'yingiz nechi tog'a? Oldiga bitta turib bering. Bo'ldi mana. 1.70 tog'amiz bo'ylari, endi qarang yana 20-25 sm bor. Mana telefon pastdan emas, shunchaki 100 baravar olinayotgan kadr. O'rtoqlar, bitta molga e'tibor bering. 3 yoshar. O'tgan hafta buni ukasi 48 millionga Zangmol bozorida sotilgandi. O'sha ho'kizni akasi. Mana bu yoqda akamiz o'zlari. Ko'rishingiz mumkin. $10,000 baho qo'yilyapti. Savdosi 80 million bo'ldi deyishyapti. Taroziga so'rashib turibdi. Mana hamma yerda ko'rishlari mumkin. Ishqibozlarni hammasi yerda. Dilmurod savdo qilyapti 100 ming. Mana qarang, qancha odam tomoshabin. Xudo xolasa, agar sotilsa, sotilgan videosini ham chiqaramiz. Faqat obuna bo'lib kuzatib borasizlar. Qisqa videolar esa Instagram kanalimizda. Mol Surxondaryo bozorida numeradim bo'ldi bu. Shunday. Sig'mayapti, 05 qilib olyapti sana. Buni qarang. O'rtoqlar, buni qarang. Meni bo'yim ham 1.70 bo'lsa kerak, lekin mana. Gap yo'q. Buni qarang. Osh bo'lsin. Juda yosh. Barakasini bersin o'rtoqlar. $10,000. 75 ming bo'yi? Do'ppi bilan ham sizdan balandda. Qayerda mol aka? Va Angor yorda bugun. Dehqonni ham bitta ko'rsataylik, dehqonda. Mana shunaqa mollarni boqqan dehqonni ko'rsataylik. Mana dehqon. Mana shu akamiz. Bu mol emas, maskrovka. Jazman qancha so'rayapti? 16 mingdan taroziga so'rayapti. Taroziga? 68 ming so'rayapti. Qancha chiqadi? Tarozi qilinganmi? Tarozini ham 2 bo'lib taylasa kerak. Mana. Agarda mana shunaqa mollarda tarozi qilish, tarozi xizmatlari yoki tarozi olaman desangiz, Umid Rashidov chorvachilik do'konida 2 tonnalik tarozilar sotilyapti, narxi 6 million. Mana buni qarang. Xudo xolasa, kanalga obuna bo'lib qo'ysalar, xuddi mana shunaqa 1.5 tonnalik ho'kizlardan 50 ta boqilayotgan joyi bor. Xudo xolasa ertaga video qilamiz. Aha. Savdo bo'lyapti. 109.5 bermayapti. Ye, ana 1 million aytmayapsizmi? Siz yolg'onni ayting, buni ishonsin-dami? Mana ho'kizimiz katta ho'kiz, savdosi boshlandi. Akbar qassob machaylarni origa chiqdi mana. Machay og'alarda. Machay og'alarda. Aka, siz aytishingizga buni narxini sal keltirib bering, o'laylik. 95 ming. Men 5 million qo'yman, 10 million. 90 million, 10 million. Bo'ldi, 72 million so'raydi. Rozimisiz? 72 million so'm savdo bo'lyapti. Mana shu gigan buqamiz, to'g'ri. Akbar qassob. Muzrabotda origa chiqdi. Muzrabotda origa Akbar qassob. Like bosinglar, obuna bosinglar. Mana ukam. Eslatgin shuni odamlarga esdan chiqib qolyapti-da. Aytgin. Like bosinglar, obuna bosinglar. Mana shunday. Har bitta like bosgan, obuna bo'lgan odamni xonadonda kamida mana shunaqa 10 tonta ho'kizlar nasib qilsin inshaalloh. Chorrahovuzga tashlab qo'yasizlar mana, Vizir, Surxondaryodan. Ikkita bir like bosing. O'zim bosib Aka, siz shu pul deb o'tirsangiz bitmaydi, hech kim bitira olmaydi. Mana jo'rakangiz, mana jo'rakan. O'ting 72 dan o'tib bering, qilgan savollar kim o'toladi? O'tolmaysiz. Men yo'q joydan qo'yganmi, bor joydan hozir barakamiz sanab berishim bormi? Sanab beramanmi? Rozimisiz? Taroziga kelyapti ho'kizimiz, Xudo xolasa tortamiz. Darvozalar ochilsin. Kommentariyada yozasizlar, qani necha kilo chiqadi? Qassob, qanchadan oldik? 62 mingdan 5 kilo sutkaga. Yashang. 62 mingdan 5 kilo sutkaga O'tkir qassob oldi. Taroziga tegmaymiz. Qancha qassob?
445 kilo 62 mingdan 5 kilo skitkasiga. Bo'ldi. Bo'ldi mana. Eshikni ochib oling. Surxondaryo bo'yicha mana shunaqa tarvuz xizmatlari kerak bo'lsa, nomer saqlab qo'yasizlar. 91lik 975 91. Bemalol aloqa chiqasizlar. Akamiz o'zi Muzroboddan Surxondaryo bo'yicha borib tortib beradi. Mana. Bu tomondan nomer. Barakasini bersin. Yashang, ketdi. Ertalab 11-iyul soat 5:30. Soat 5da biz keldik. Mol tarvuzimizni so'raganlar ikkita birdan olib keldik. Chunki klienti bor. Yana bitta zapasi bilan 6 million so'm Surxondaryo bo'yicha dastavka xizmati bor. Bemalol aloqa chiqasizlar. Bundan tashqari chorvachilikka oid barcha mahsulotlar shu joyda. Manzil Angor Karvon saroyi mana shu ro'parasida. Talimaron chorraha Angor tumanida joylashgan. Ko'chma qo'yxonalar, moloxir, qo'yoxir, undan tashqari universal drabilka, vakuum drabilkalar, spes texnikalarda Surxondaryo bo'yicha yetkazib berish va O'zbekiston bo'yicha yetkazib berish xizmatlari. Pastda nomer qoldiraman, aloqa chiqasizlar. Endi esa mol bozor videolarini davom ettiramiz. Navbatdagi ho'kizimiz bu ham. Savdosi qancha bo'libdi, tog'a? 35 million aytilyapti. Bo'ylari 1.25 boqilgan va yana boqsa bo'ladi. Surxondaryo viloyat Zang mol bozoridan boqma kichik ho'kizchalarda Xudo xolasa videosini boshlab oldik. Katta ho'kizni ko'rdingiz. Xudo xolasa mana shunaqa ho'kizlar ko'paysin. 21 million so'm. Kichkina ho'kiz. Realni 21 bo'ldimi? 1.15 santimetrlik ho'kiz. Men ishonmayapman. Yana ham bilmadim. 21 aytilyapti shekilli. Chunki ne mojitdi. Bunaqa bir haftaga 4-5 million oshishi. Xo'p, mayli, nima bo'lganda ham davom etamiz. Qancha baho qo'ydik? 23 million. Ey, yashang mana. 23 bilan 21 da farq bor-da, bu ho'kizni qarang, 1.5 ta chiqadi. Uni 21 bahosi adashmadi. Akam adashdi. 11-iyul hafta kuniga shanba Zang mol bozoridamiz. Videolar alkash bo'ldi. Nima bo'lganda ham kuzatib borasizlar. Simental ho'kizimiz. Ko'rishingiz mumkin, boqma varianti. Qancha baho qo'ydik? So'rashdimi? Sardor 30 million. Maladi. Tish yoribdimi? Tish yormagan. Bo'ylari 1.20 dan plus baylan. Boqma ho'kiz. Sardor Jarqo'rg'on 30 million so'rayapti, 40 million mol egalari baho qo'yib turishibdi. Molni imkon qadar chiroyli qilib aylantirib ko'rsatib ko'raveramiz. Faqat sizlardan so'radigan bitta like. Keyingi ho'kiz, rossiyskiy ho'kizimiz. Qancha bo'ldi? 22,5 million. Savdosi? Jon, yaxshimisiz? 25. Yaxshimisiz? Nima bo'ldi? Yevropa, Rossiya, Xitoy, Koreya hammasiga Gap yo'q. Kelaman o'da. Xo'p, 22 million so'm savdo bo'lib turibdi. Orqalaridan ko'rsatib o'tib ketamiz. Ingichkaroq ho'kiz. Keyingisi boqma varianti, akamning o'zini bo'yiga mos ho'kiz. Necha pul baho qo'ydik? 26 savdo bo'lyapti. 28 kami bor, 26 million savdo bo'libdi. Mana. Oradan 1.5 yoshar, undan kichkinaroq ho'kizchalarni obzor qilamiz. Menimcha juda ko'p kishiga shuni narxi qiziq. Necha pul baho qo'ydik? 23 baho qo'yilyapti, 21,5 gacha savdo bo'lyapti. Bo'ylari 1.20 santimetr. Mana 1 yoshda to'lgani yo'q. Kuzatib borasizlar. Naves tagida soyadan video qilyapmiz. Sotilgan variantidan so'raganlarga o'rtoqlar 22 millionga baraka bo'ldi. Beli uzun ho'kiz ekan. Tish buzganmi? Ha? Tish buzgani? Ha, tish buzganmi? Tish buzmagan, uzun. Bo'ldi mana. Tish buzmagan ho'kiz. Barakasini bersin, yaxshi ho'kiz ekan. Zo'r, bosing, barakasini bersin. 22 millionga 1.20 santimetr bo'ylari. Olindimi? Buni umucho, bizga deydi emas, real savdo etamiz. 25,5 ming akalarga berdim. 25,5 ga ketdi mana. 25,5 ga berdim. Mana shu Narzil aka berdi. Narzil aka baraka topdi. Zo'r mana. Alloh barakasini bersin, olganga ham, sotganga ham. Bitta aylantiramiz. Mana shunaqa ho'kiz olaman deganlar 25,5 millionda taxlaverasizlar.
Tish buzgani? Ha, ekrak tishim. Ekkurak tish buzgan. Mana, zo'r barakasini Juda bersin. uzun mol. Xudo xolasa boqib 35 millionga sotadilar-da. 8 millionga yem oladilar, xashak bilan 2 million foyda. Qolsa. 6 oy boqadi. Bu qizimiz egasi yo'q. Sari qancha bo'ldi? Bor narsa shu endi meni Savdosi 21 million. 1.15 santimetr, lekin bo'yi uzun, ya'ni uzunligi uzun o'tdi. Bu tomonda ham savdo bo'lyapti. Bu tomonda. Qaysi savdo bo'lyapti? bunaqa so'rab bering. Qaysi savdo? 22 million so'rayapsiz buni. Mana shuni. Sho'rcha ketyapti. Xudo xolasa sho'rchiga ketadi. 22 million so'm savdo bo'lib turibdi. Bering katta. Vallahi. Buni gruppanga bir mol talab soat bersam, Nimaga? 20 ming so'm talab bergan. O, admin bor-da. Kichik o'qichalarga sekin aralaymiz. Hormang bobo. Charchamayapsizmi? Qancha bo'ldi? 20. Savdomi? Bu hafta bozor yonyapti shekilli. Hamma katta o'kizday narxni baland qo'rdimi deyman. 20 million savdo bo'ldi deyapti. Yana ham bozorda ko'ramiz o'rtoqlar. Bozor narxi uncha baland bo'lmasligi kerak. Plus minusini sotilgan mollardan olamiz. Keyingi o'kiz sal jinniroq varianti. Baba qancha bo'lib qoldi savdosi? 23,5. 23,5. Ana. Olgandiki bo'lib qoldi-yu. O'tgan hafta mol olmaganlar bu hafta aniq afsuslanadi. 23,5 million bo'libdi. Bo'ylari 1.25 plus minusi bor. Mana bu o'kizlar ham juda chiroyli o'kiz ekan. Bular ham endi kami 25 dan olingan bo'lishi kerak-da. Bularni olgandan keyin 6 oyda bir 2 martalar go'sht ko'tarilmasam, menimcha foyda qilish qiyin o'g'il. Yo bo'lmasa yem tushish kerak. Nech pulga olindi? Qancha bo'ldi? Ha? Qancha bo'ldi? 24 bo'lsa sotamiz. Yaxshimisiz? 24 million bo'lsa sotamiz deb turishibdi o'rtoqlar. Bu qancha bo'ldi? Buni 20,5 ga bermadim. Ben aka 20 million berayin deydi. Ha, endi bermaganingizga berasiz-da. Umid aka keldim ana. Havo issiq bo'ldi. So'rang kelishtirib, men bo'va, qo'lda berang. Aha. Kelishtirib so'rang beraman. Bor, Umid aka o'ng. Bor, savdoni bitkazamiz. Qancha bo'larini ayting. Naq mana. Bo'ldi, men bitta ko'ring. 20,5 beringlar o'ng bor. Ye. Haydalamayman men ham. Mana. YouTube'ga chiqamiz iko. Mana chiqdingiz ham. Ha. 20 million 500 mingga Umid aka berilmagan. davomli aytdimmi? Yo, zo'r aytgan ha. Biz yaxshimiz 20 million 500 ni ko'rmabmiz-da, shuni sen gumonda. Shuni videoga olib qo'yish kerakmi? Bo'ldi, kelishtirib so'rang mana. So'rang mana. Bitta ma'lum qoldi. 20 milliondan necha so'm chiqsa berasiz? Bo'ldi, mang. So'rang. Bor, Umid aka hurmatingiz bor. Aha, mana. So'rang. 20 milliondan bir narsa o't beraman deb turibdi. Akalar keling. Ko'ramiz necha pulga sotiladi. 21,5. Bugun bozor normalni ko'tarilganmi mana? Vafshi. Parodas boshama. Urug'iga buni. Urug'iga buni. Mana, parodas bosh ekanda 21 million bo'libdi. Ha, mayli nima bo'lganda ham barakasini bersin. Mana. Bu necha pul bo'ldi? 16-18 so'rayapti. 16-15-8 gacha bo'lib qoldi. Bu qanaqa paroda? Karpa. Hay, yenasini yesin. Oddiy mol yo'qmi bir olsagi? Bu 1.10 santimetrdan sal baland. Nech pul? 15,5. Aha, so'rashdimi? 14,5 ga savdo bo'lgan, berilmagan. Sotildimi? Sotilganini ayting. Yaxshimisiz? Kecha Egamberda qo'ydik-ku. Rahmatimiz aka. Bo'ldi. Bitta yarim bo'lsa qo'yib bering o'ngizdan. Bo'ldi. Qancha ketdi aka? 18,5 millionga sotdik. 18,5 millionga sotildi, o'rtoqlar. Bir tishyorga. Nechasiz? Ha. Mana shu.
Sotildi. O'rtoqlar, sotilayotgan mollar necha pul bo'ldi? 15 million bo'lib qoldi. Oxiri. Keyingi o'qichamiz. Ko'rishingiz mumkin. Yaxshimisiz? Ishlar zo'rmi? Qancha bo'lib qoldi? 15,5 Aha, rahmat. 15,5 kami bor. Savdo? Savdo ertalab 15,5 bermaydi. Endi o'shanga beramiz. O'sha odamni izlab topamiz endi. 4,5 ga keldik o'zi. Mana, 15,5 ertalabki savdo bo'lgan. Endi o'sha savdoga beriladi, xudo xolasa. Navbatdagi o'tkizimiz. Qora qancha bo'ldi? Savdosi 16, biroylari 1.15 cm joyvesiga. Endi 250 kilo chiqsa kerak. Yana ham bilmadim. Mana. Narxlarni tushiraylik. Bozordagi narxlarni ko'rib kayfiyatim to'g'risi uchib ketdi-da. Buni qarang. Mana shular ham 15 million deydi hozir, qarang. Aka necha million bo'ldi? 25 so'rayapti. Xayriyat. 12,5 milliondan ekan. 25 million so'm ikkalasi bir joyda so'rilayotgan ekan. 25 million ikkalasi bir joyda? Ha, zo'r. Hali 1-2 yildan keyin bir o'zi 25 bo'ladi. Yaxshimisiz? Bo'ldi, hozir. Necha pul bo'ldi? 14,5 bo'lyapti. Mana. Qarang o'tkicha. To'g'ri 14,5 million bo'ldi. Borsa bozorda. Kalapocha yo'nalishidagi o'kiz. Mana. Shox o'sadigan, yegan ichgan shoxga. O'rtoqlar, narxi qancha bo'lsa beramiz? 14,5 bo'lsa? 7,5. Jonga tegdimi? Jonga ham tegdi. Bo'ldi, bosaveramiz. 14,5. Telefon nomeri? 93lik. Aha. 768 2341. Yashang. Aloqaga chiqasizlar. Mayli, to'g'ri. Nima u? Topib oldingizmi? Sotib ol. Necha pulga? Imzolik foydasiga ber. Ana. Zo'r. Necha pul bo'lib qoldi ikkalasi? 28,5. 28,5. 28,5. Malades. Qarang. Bittasi 1.15, bittasi 1.10 cm bo'ylari. Yaxshimisiz? Rahmat, o'z yaxshimisiz. Davom etamiz. Telefonlar issiqda qizib qolyapti, sovutib olaveramiz. Aka, necha pul bo'ldi? Jag'ing qurisin. Necha pul? 13,5 million savdo bo'lib turibdi. Mana. Onasidan ayrilganmi deyman bu. Mana keyingi o'qichamiz. Necha pul bo'ldi bu? Yaxshimisiz? Savdosi. 13 million 600 700 so'rab. 15 million 600. 13 million 600 700 gacha. Berilmayapti. Qancha beradi? 14 mi? Siylab beramiz. Telefon nomer? Bo'ldi. Keyingi o'qichamiz. Qancha bo'ldi, Sharif aka? Ishlaringiz yaxshimi? Savdo qanday bo'ldi? Savdo ikkalasi 24. 12 milliondan 24 million so'm. Ha, bermaganingizga? Bo'ldi, u odam ketdi, tarvuz produktdan olib. Telefonda ayt, telefon qilsa bari seni ko'radi. Bari ko'ryapti? Ha, bari ko'radi. Ilhom aka, Sharif akadan alangalik salom. Shavkat bobodan alangalik salom. Yana kim? Ko'p. Nabi qassob qidiriyor. Ayniqsa nabi. Qassob agar bozorda ham qo'ymayapti. Bo'lmasa Nabi qassob ham qidirib yuribdi. Namuna. Islom degan bola ham qidiriyor. Ha, bo'ldi, nasib bo'lsa. Aloqaga chiqing aka. Davom etamiz. Necha pul bo'ldi? Qancha? 13 deyapsiz. Savdo 12 million 200 bo'lib turibdi. Oldik aka. Tarozi qilinmadi. 2 tonna chiqmaydi. 2 tonnaga ham haq berish kerak. Sen shu ko'chada to'g'ri kelganda ham baraka qiladi. Bermaydi qaraga. Qarang. Shu kechasi uxlaganda ham faqat baraka qilib yotadi bu. Kechasiga kim uxlagan? Ha. Baraka deydi, keyin uxlaydi-da. Mana kichik o'qichalarda narx-navosi bilan tanishtiramiz. Necha bo'lib qoldi bular? 9,5 dan bahosi. Mana. Qarang. Shuni o'zini 14 mi?
Ha, 13. 13 million savdo qilyapti deydi. Ey, yashasin qilgan odam. Angusni? Bu enasi Angus bo'lganmi, otasimi? Enasi. Ha, otasi onangdan bir Angus bo'lganda yaxshi bo'lar edi. Ha, mayli. Jaydari mol izlaying qani. Qancha bo'pti bular? Ha, ishqibozlariga kelibdi-ku o'zi. Savdo. 7 million. Hamma kerakli yo'q. 7 million mana so'rab turishibdi. Kichkina buzovcha. Sizga bo'ladi.